Misr mag'lubiyatidan keyin Muhammad Salahning tabassumini payqadingizmi? Hech kim bir ibora bilan hammaning hurmatini qozonishini kutmagan. Jang davomida Salah 2 marta tabassum qildi. Birinchi marta hakam Misrga sariq kartochka ko'rsatdi. Salah hakam bilan bahslashishga chiqdi, lekin oxir-oqibat faqat asabiy tabassum qildi. Sudya qarorini o'zgartirmoqchi emas edi. Ikkinchi marta u so'nggi hushtakdan keyin tabassum qildi. Luka Modric Portugaliyaga yutqazganidan keyin ham xuddi shunday tabassum qildi. Ko'plab muxlislar hakamlikni mutlaqo adolatsiz deb hisoblashdi. Misr 5 ta sariq kartochka oldi. Hatto murabbiy Josam Hasan ham kartochka oldi. Argentina esa birorta sariq kartochka olmadi. Salah ham o'zini kuchsiz his qildi. Misr futbol federatsiyasi apellyatsiya bergan bo'lsa-da, bu hech narsani o'zgartirmagan bo'lishi ehtimoldan yiroq. Hamma Salahning jamoasiga qanday munosabatda bo'lgani haqida gapirishini kutayotgan edi. Lekin u hech kim kutmagan ishni qildi. Sheriklari sudya bilan bahslashayotgan paytda u aralashib ularni to'xtatdi va barcha aybni o'ziga oldi. Ko'zlari yosh bilan dedi: "Biz allaqachon tarix yaratdik. Bu uning jahon chempionatidagi so'nggi o'yini bo'lishi mumkin va Messiga qarshi har doim uning eng katta orzularidan biri bo'lgan. Ha, u maydonni afsus bilan tark etdi, lekin boshini baland tutib, faqat hurmatga loyiq. Bu jangda hakamlik adolatli deb o'ylaysanmi?"